Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan erta pishgan karamdan mazali salat tayyorlaymiz. Buning uchun bizga yarimta karam, bitta bodring, yarimta pomidor, yarim bog' kashnich, bir zub chesnok, 2 qoshiq o'simlik yog'i va tuz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib karamni maydalab to'g'rashdan boshlaymiz ishimizni. Karam inson salomatligi uchun juda foydali mahsulot bo'lib, qonni va ichaklarni tozalaydi. Endi bodringni to'g'raymiz. O'rtasidan bo'lib parra-parra qilib bodringni ham to'g'rab olamiz. Karam yurakka quvvat bo'lib, jigar va buyraklarni yengil ishlashida samarali yordam beradi. Bodringni ham to'g'rab oldik. Endi navbat pomidorga. Pomidorni ham parra-parra qilib to'g'raymiz. Pomidorni ham to'g'rab oldik. Endi kashnich to'g'raymiz va bitta zub chesnokni qirg'ichchi mayda tishidan o'tkazib yuboramiz. Maza beradi chesnok. Aziz kuzatuvchilarim, sizlarga ham tez-tez karam iste'mol qilib turishinglarni tavsiya qilaman. 2 qoshiq o'simlik yog'i va ozgina tuz solib yengilgina aralashtiramiz. Tuz ko'p qo'shib yubormaymiz. Erta bahorda pishgan karam yumshoq, yaproqlari yupqa, o'ziga ham yumshoq bo'ladi. Shuning uchun yengil aralashtiramiz. Kamida yarim soatga ustini yopib qo'yamiz. So'ngra dasturxonga tortamiz. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang.